Assalomu alaykum. Artel, Shivaki televizorlarda pultlarni голосовой управленияsi ishlamasa, xo'sh, ovoz bilan ochmayotgan bo'lsa, mana bu knopkasi. Xo'sh, bu ko'rinishda nima qilamiz bu holatda? Tepaga chiqib olamiz. Xo'sh, mana bu chetda настройка knopkasi bor. O'shani kiramiz. Pastda pult и aksessuari degan joyi bor. Shunga kiramiz. Mana bu yoqda добавить устройствоning tagida shu pultning настройкasi bo'ladi. O'shanga bosamiz. Keyin shuni отключить qilamiz. Xo'sh, отключitni bosamiz. Mana endi отключить bo'lgandan keyin qaytib добавить устройствоga kiramiz. Добавить устройствоga kirgandan keyin mana bu uychani bosib, OK ni bosamiz. Shuni bosib turamiz toki nima paydo bo'lmaguncha shu yoqda Bluetoothga ulanmaguncha mana paydo bo'ldi. Shu ko'rinishda подключениyani bosamiz mana. Подключение. Xo'sh, подключено. Shu ko'rinishda bemalol ishlatsangizlar bo'ladi. Mana paydo bo'ldi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos qilaman like bosib o'tib keting.